Assalomu alaykum, Ma'lumot Uz kanalining hurmatli tomoshabinlari, bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, chorva qo'y ishqibozlari. Farg'ona viloyati Rishton tumani Rishton chorva bozoridan qo'y narxlarini yoritib beraman. Hafta kuniga yakshanba 7-dekabr 2025-yil. Videomizga bittadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Bir boshdan narxlarni yoritib ketaveramiz ekan. Ash qo'chqorlardan so'raymiz. Mana katta qo'chqor necha pul qilishdi aka? 5,5 qilishdi. 5,5. Nargilarinchi? Bunalarni 5,5 buni. 5,200,000 unisini qilish. Hammasi semiz to'yga bemalol so'ysa bo'ladigan qo'ylar. Xo'p, mana bularni so'raymiz ekan. Mana ham zo'r semiribdi. Aka, mana qorasini necha pul qilyapti? Voy aka, necha pulga bordi? 5,5 million so'm. 5,5 milliondan qilishyapti ekan. Xo'p, mana qo'chqor qaranglar. Hajji jonivor qaranglar, jonivor. Necha pulga bordi aka? 6 million 400. Tish qanaqa ekan buni? Ikki tish narsa, hajji jonivor. Ana. Turishni qaranglar, bitta rasmga olib qo'yana. Xo'p, ana akalar, bunisi necha pulga bordi aka? 5,700,000 bunisini qilishdi ana. Mana. Xo'p, sekin narxlarda o'tiramiz. Bu tomon kiraylikchi. Aka, necha puldan qilishdi bularda? 5,5 million. 5,5 million so'mdan kela qo'chqorda 11 million so'mga savdo qilibdi, berilmabdi lekin ana. Ana, semizligi lekin semiz, yaxshi ekan. Mana kela. Xo'sh, mana shu qo'chqor so'raymiz. Aka, necha pulga bordi qo'chqor? 72 qilishdi. 7 million 200 savdosi bo'pti aka, mana shu qo'chqorda mana. Ko'ringlarchi. Xo'p, davom etamiz akalar. Sekin mana shu ichkariga ham kiramiz endi. Ichkarida ham narxlarni yoritamiz. Mana qo'chqor savdo bo'lyaptimi aka? Necha pul savdo bo'ldi aka bu? Necha pul qilishdi? 2,10 qilishyapti. 2,10 million so'm savdosi bo'pti akalar, jupiga ana shakalar ana. Xo'p, necha pulga bordi aka bular? Sizsiz? Yaxshimisiz? 9,5 ikkalasi 9,5 million so'm. Yaxshimi? Zo'r. Mana. Qanchadan beri kelmay qo'ydingiz? O'tgan bozor kirdimi, ko'rmadingiz? Qarang, bolalar so'rayapti. Bo'ldi. Mana akalar, shunaqa narx-navolar bo'pti. Xo'p, aka to'lasizmi? Bozor hali ham lekin tiqilinch mana. Sekin ichkariga kiraylik. Mana shular baraka bo'pti. Aka, necha pulga oldingiz bularda? Mana. 69. Mana. Bittasi qo'chqor, bittasi so'liq. 6 million 900 ga baraka bo'pti mana. 5 million 800. Qo'chqor so'liqmi? Kelasi ham qo'chqor. Kelasi ham so'liq ekan. 5 million 800 ga so'liq qo'zilar mana. Baraka bo'pti. Baraka bo'lgan joylar. Aka, necha pul bo'ldi sizniki? Tog'a necha pul bo'ldi? Necha puldan? 41 dan. 4 million 100 ga qo'chqorni berilmadi. Sotilmadi. Xo'sh, mana shular savdo bo'lyapti hozir ana. Aka, qaysi savdo bo'lyapti? O'kelasi. Necha pul bo'lyapti jupiga? 4,5 million so'mdan. Bitta, ikkita, uchta, uchalasi. Uchalasini bir joyga savdo qilishyapti, qo'chqorlardan. 4,5 million so'mdan. Berilmayapti lekin. Qo'y bozori. Kerakchi ana shular so'raychi. Aka, necha puldan ekan bular? Necha puldan qilishdi? 4 million 100. 4 million 100 qilishdi mana shular. Ko'rsataychi. Mana shu 4 million 100 ming so'm to'laradi. Mana qo'chqor so'raychi. Aka, necha pul qilishdi buni? 4,5 million so'm qo'chqor mana. Bundan ham zo'r sotilgan. Hammasi qo'chqormi bular? Aka, necha puldan bular? Bularda aka 4,5 dan baho aytyapti. Savdo qanaqa bo'ldi bularga? Savdo bu burchodagiga 38 deyapti. 10 ga. Aha. Bunga 4,5 4,5. 43 deyapti. 4 million 300. Savdo qilishdi, berilmabdi lekin. Hammasi qo'zimi aka bular yetib chiqardimi? Yo'q, 5 berdi. 5. Bo'laveradi. Qancha qildi bozor? 4,5 qildi. 4,5. Tish chiqarganmi yo qo'zimi hali aka? Hammasi qo'zi qo'chqorlar akalar. Yaxshi.
Xo'p, nomer qo'yib ketaylik ekan, nomer so'rashingizdan chiqibdi. 50 502 65 65. So'ylaydigan qo'ylar bo'lsa, telefonga so'radi. Ahsonlarga, to'y marosimlariga so'ymoqchi bo'lsalaring akalar, aloqaga chiqaverasizlar. Har doim shunaqa so'ylaydigan so'loqlar ham bo'ladi, qisirlar, qo'shqonlar ham bo'ladi. Shu akamizdan aloqaga chiqaverasizlar. Nomer so'rash boshdan chiqibdi, endi akani ko'rganda esimga tushib ketdi. Mana. Tak, hashlarni so'rayman endi akalar, ko'ringlar. Necha pulga bor tog'a bular? Jupiga 9. Ikkalasi ham qo'chqor-a? Ikkalasi ham qo'chqorlar ekanlar. Jupiga 9 million so'm qilishdan hashlar berilmayapti ana. Yoshda birinchisiga. Xo'sh, mana akalar sekin ichkariga xo'p akalar bo'g'oz so'liq so'raganlarga mana buni 5 million qilishibdi. Yaqin ekan buni o'zi. Yaqin bo'g'oz. Bular qanaqa ekan? Bular ham bo'g'ozmi ekan, qisirmi bular? Yo'q. Bu qo'chqor, bu bo'g'oz. Qo'chqor necha pulga bordi? 4 million 100 ming so'mga qo'chqor bordi. Ikkalasi bo'g'oz ekan. Xo'sh, akalar. To'y bozori. Hoppa. Ona bola qo'ylar tomondan. Tomondan nimalar? Mana ko'raychi, tog'a necha pulga bordi bu? 5 million 100 ga qo'ydi. 5 million 100 ming so'm qilishdi ana shuni. Birinchi. Mana so'loq. Bu necha pulga bordi aka sizga? 4,5 million so'm. Bo'g'oz bu. Mana 4,5 million so'mga bo'g'oz mana. Uzunligi uzun, kattaligi katta ekanlar. Ko'ribsizlar, sekin qo'zlar tomonga o'tamiz. Qo'zlardan ham sekin narxlarni ortamiz akalar. Mana qo'y bozori avjida deydi. Mana. Hop, bo'g'ozlardan, tug'ganlaridan mana ona bolalar, tomonda ona bolalar ekan, yangi tug'ilganlardan. Mana. Bolalar nima ekan aka buni? Qo'zlar nima qo'zlari? So'liq nechinchisi? 3-chi. Bunisi-chi? Bu ham so'liq, bu ham yangi tug'ilib jonivor, qaranglar. Xo'p, pullar qanaqa narxlari? 15 million so'm. Hammasini 15 million so'm. Hisobiga 4 ta qo'y akalar. Uzun qo'ylar qana. 15 million so'm 4 talasini bir joyga qilyapti ekan, berilmayapti ekan. Telefon nomer beramizmi aka? Telefon nomer? Ayting. 50lik 545 88 79 raqamlariga telefon qilaverasizlar, ishqibozlar bo'lsa mana akalar. Monolar ena bola ekan. Beshga bera olmayman deyapti. Bolasi qo'chqormi? Bolasi so'liq. Ana. 5 million 100 ga berilmadi mana. Ashakani savdo qilyapti ekan. Xo'sh. Bu tomonda yana bo'g'ozlar. Mana. Hammasi bo'g'ozmi aka? Necha oylikdan nechinchisiga? 3 oylik bo'ldi. 3 oylik bo'ldi. Nechinchi qoringa bular? Tishlari qanaqa, yaxshimi? 4 tish. Xo'p, pullari qanaqa aka, narxlari? Savdo qilishyapti-ku, o'rnida chiqarishadi. Qaysi keladi? Mana buni ikkalasini? Ikkalasini 13 million so'm qilishyapti degan akalar, ana bu tomonda savdo qattiq bo'lyapti lekin ana. Jupiga 13 million so'm. Xo'sh, mana bular. Bo'g'ozmi, qisirmi aka bular? Qo'ylar bo'g'oz. Qo'ylar bo'g'oz. Necha puldan aka narxlari? Narxlar 7,5 dan deyapmiz. 7,5 dan baho aytilyapti. Mana tuvadi o'zi, mana ko'ring. Mana.
Naq qog'ozlar ekan. Aha. Bolasi bor ham bor ekan orasida ana. Xo'p, mana shuni aka, mana shuni nechta pul qilishda savdo qildi mana shuni. U uzunligini qarang. Ha, sariqda, uzunligini qarang. 6,5 million so'mgacha boryapti mana shu. Mana. Xullas, shunaqa narxlar akalar, qo'y bozorida. Qisqaroq qilib ko'rsatamiz. Aytda qo'zlar ham chiqib qoldi. Qo'zlarni bitta so'rab qo'yaylik. 3. Mana. Bular qo'chqormi, so'liqmi aka bular? Qo'chqor, so'liq. Xo'p, so'liq necha pulga bordi? Qo'chqorcha. Qo'chqorcha. 2 million 300. 2 million 300 so'liq. 3 million. 3 million. Bonus. 3 million 300 qo'chqor. 3 million 300. Shu narxlar akalar aytilgan narxlar qilindi, savdo bo'ldi. Shu narxlarga berilmabdi akalar, mana. Ko'ringlarchi mana. Kechki kuzgi qo'zlar deydi, mana shular mana. Mana lekin kattagina bo'lib qolibdi jonivar. Mana. 2 oy